Hammaga salom. Hozir sizlarni 5 yil umringlarni ekonom qilamiz. Let's go. Birinchisi, o'zini sevish bu hech qanaqa shablonga tushish kerak bo'lgan narsa emas. U hammada absolyutno har xil. O'zini sevish bu eng birinchi o'chirtda sizga danniy moment kerak bo'layotgan narsani o'zingizga o'zingiz bera olishingiz. Masalan, siz ishlamaysizmi, o'qimaysizmi, kuni bo'yi uydasiz, sizni aylanishga, ko'chaga chiqishga потребностьingiz bor. Именно o'sha ehtiyogingizni sezib, ko'chaga, kafega chiqib, aylanib, kofe ichib, xursand bo'lib kelish ham o'zini sevish. Chunki именно hozir shu narsaga sizni потребностьingiz bor. Yoki siz ertalabdan kechgacha ishdasiz, ko'chadasiz, charchagansiz, o'zingizga dam olishga vaqt berish ham mana shu o'zini sevish. U hech narsa shablonli. Buni qilsang sen o'zingni sevgan bo'lasan yoki boshqa narsa qilsang o'zingni sevgan bo'lasan degan narsa bo'lmaydi. Hammada u individual. Hayotingizni zo'r qiladigan ikkinchi maslahat bu kamroq o'ylash. To'g'ri eshitdingiz, kamroq o'ylash. Chunki ayniqsa qizlar biz har doim qayergadir ketayotgan bo'lsak ham yoki nimadir qilayotgan bo'lsak ham o'ylayveramiz, o'zimizga qanaqadir problemalar topamizda, keyin o'shani miyamizda yana hal qilamiz. Bilasizmi, sizga foydasi tegmaydigan, sizga kerak emas, lishniy narsalarga siz qancha energiyangizni ketkazyapsiz danniy moment. Energiyangizni ekonom qilish. Eng zo'r maslahat, siz agar miyangizda har xil fikrlar ketmayotgan bo'lsangiz, bitta elektron tasbihni oling, har kuni o'zingizga zadaniya bering. Masalan, bugun 100 ta salovat etaman, 1000 ta istig'for etaman deb zadaniya bering. O'shani qilganingizdan keyin o'zingiz maqtang. Nimadir bilan xursand qilishingiz mumkin. Bitta shokolad olib bering, bitta pirojnoy olib bering, bitta chiroyli joyga borib, bitta o'zingiz mazza qilib kofe ichib o'tiring. Mana shu qadarga qancha kam o'ylasangiz, shuncha sizga kerakli narsalarni qilishga energiyangiz qoladi. Siz nimadir o'ylayotganingizda hamma energiyangiz bor, o'sha ishni bajarishga emas, o'sha ishni o'ylashga ketadi. O'shaning uchun energiyangizni ekonom qiling. Chunki dunyoda hamma narsa bu energiya. Sizni energiyangiz qanchalik ko'p bo'lsa, sizga shunchalik imkoniyatlar ko'p keladi. Chunki energiyasi ko'p odamni vibratsiyalari ham baland bo'ladi. Baland vibratsiyalar har doim hayotingizga zo'r voqealarni, zo'r odamlarni, hamma eng zo'r narsalarni tortadi.